Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Farg'ona shahridagi Fazli xonadonimizga yana yetib keldik. Bu yerga gaz-razniya qilib kuxni yasab berdik. Bu joydan unumli foydalandik. Kuxnini oxirigacha olib kelmadik, balki televizorga joy qo'ydik. Balki ugali qo'ysa, ugalida bemalol o'tirib televizor ko'rsa bo'laveradi. Hop, batta moyka tepasida suv bor. Tarelka, idish, qoshiq, shunga o'xshash narsalarni yuvib qo'ysa bo'laveradi. Pastga tortganda bemalol bo'y yetadi. Har qanday bo'y past odamda ham, bo'y uzun odamda ham. Bu tomonlariga zontini ikkita yoniga podsvetkali qilib, aynali ramkali eshiklar qo'ydik. Bu yerga chiroyli xrustali idishlar qo'ysak bo'laveradi. Bu gazimizni tagiga g'aladon qo'ydik. Bittadan unumli foydalandik. Podlochka, qoshiq, vilka, shunga o'xshash narsalar turaveradi. Bu ikkita yoniga kargo mexanizm qo'yganmiz. Bu yerga uzun yog' idishlari, shunga o'xshash idishlarni qo'ysak bo'laveradi. Ovqat pishirayotgan odam maza qilib ishlatadi. Xo'p. Bu yer ham aynali joylari. Endi batta podsvetka qo'yganmiz. Podsvetkaga e'tibor beringlar. Kulchatirda o'rniga sensor qo'yganmiz. Qo'lingiz tegsiz yonadi, o'chiradi. Kimga shunaqangi mebellar zarur bo'lsa, Alido mebel jamoasiga murojaat qilishlari mumkin. Pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. Chiroyli va sifatli, ko'ngillaringga yoqadigan mebellar yasab bitkazib beramiz. Alido mebel jamoasi har doim sizlar bilan.